to'g'ri tanlangan ichki kiyim ruhiyatga ta'sir qilishini bilarmidinglar? To'g'ri tanlangan ichki kiyim, ayniqsa byuzgalter, qaranglar, ruhiyat bilan tanani o'rtasidagi uyg'unlikni yaratib berar ekan. Ana o'shanda biz o'zimizni yaxshi byuzgalter tanlab, komfortli, o'zimizga yoqadigan byuzgalter taqsak, o'zimizga ishonchimiz ortadi. Bu ichingizda o'sha yaxshi kiygan ichki kiyimingiz borligini o'zingiz his qilasiz. Atrofdagilar ko'rmasa ham, his qilganingizdan keyin bu bizani tanamizga, ongimizga signal berar ekan. O'zingni yaxshi ko'rasan, sen o'zingni sevasan, sen o'zingni qadrlaysan deb. Ana o'sha signal orqali bizani kayfiyatimiz ko'tarilib, bu birinchidan kun bo'yi qiladigan ishlarimizga, hamma bilan qiladigan muloqotlarimizga bog'liq bo'ladi. Bu hissiyot bo'lsa, odamda o'ziga bo'lgan ishonchi va ijobiy energiyani oshiradi. Sog'lig'imizga ham juda ham katta ta'siri bor ekan. Hozir ko'krak mana bezlari, kasalliklari juda ham ko'payib ketyapti. Ana o'sha narsalar bo'lmasligi uchun ham byuzgalterni to'g'ri tanlashimiz kerak. Keyin sutoz, bukchayib yurish ayollarda, qizlarda juda ham ko'p. Bu ham byuzgalterni noto'g'ri tanlashdan bo'lishi mumkin. Ko'krakning og'irligini ko'tarmaydigan poyezdda, ko'tarmaydigan byuzgalterni tanlasanglar, ana o'shanda shunaqa sutoz qizlarimizda bukchayishlar, skoliozlar, umurtqa pog'onasi kasalliklari kelib chiqadi. O'shaning uchun biz birinchi o'rinda byuzgalterni to'g'ri tanlab, o'zimizga komfortli bo'lgan, chiroyli, qulay bo'lgan byuzgalterni tanlasak, har tomonlama yaxshi bo'ladi.